Salom do'stlar, sizlar bilan o'zgartirib bosh kelib sizlarga video. Bugungi videoda Dasik 2025 to'g'rishga kanalimiz yo'g'isam boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, mana 3 ta o'yinchi bordi. Hindizam legendarniyimiz bordi. Mana DS qo'shildi. Menga mana bunaqa papetka beradiganlardan berildi. Yo'g'isam boshlaymiz matchda. Taxmin qilaman jutib tashlashim aniq deb o'ylayman. This is the 11th, and the away team have gone with this lineup. Hop. Oldirib qo'ydik, mayli. Hop. Oy, men o'zim tashlab qo'yibman-da. Hop. Endi ketdi. Hindizga tashlaymiz. Hindiz aldaydi. Voy, yo'q. Hop. Hindiz oladi. Hop. Olamiz. Sekin tashlab qo'yibmiz. Mayli endi. Endi kech sekin tashlab qo'yibmiz. Bosilib ketdi. Opa. Hindizga tashlaymiz. Voy, outside o'qibdi. Mayli. Ishimdan qo'rqmayman. Men bular taktikasini bilaman. Opa. Voy. Hindiz. Yaxshi Hindiz. Sherigimizni alamini olib ham oldik. Yaxshi Diz. Dizdan ajoyib gol bo'lmoqda hozir. Mana bu yerdan chiroyligina qilib buromachasiga fata deb tepdi. 7 sekundda 61 sekund. O qaranglar, men yo'nga tashlaydi, men bilaman. Bular qanotga tashab o'ynaydi doim. Qanotga tashamasdan o'ynamaydi bular. Hop. Bu DS. Tashlash bo'lib o'ynab turadi, unchalik emas u. Lekin DS yaxshi qilyapti bugungi bitta golda DS urdi. Bu yaxshi degani. DS urdi degani, biz urdik degani, DS urdi degani. Mahmud tosh degani. DSdan ajoyib to'sish, Hindiz olib ketishi aniq. Hop, aldaymiz. Hop. Chop. O'ng. Shu. Mayli. Yaxshi o'ynadi. Keyingi match. Opa. Yuguramiz. Qorligiga unchalik yaxshi o'ynamayapman. Unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Long shot. To'samasmi? Yana bizda ona yaxshiroq ko'p o'yinchilar ham bor. Oliver. Onana. Ular kuchaygan. Yaxshi. Udalitni safe. Bizda varatimiz million qadam naridan ham cho'za oladi. Chiqib ketdi. Zamina qilibdi. Otamiz. Bor kuch bilan fata. Baqa tashimiz. Bu baqa tashiydi. Shu oldirga. Qorli bo'lganiga unchalik o'ynamayapman yaxshi. Hop. No.
Faqat dizga tushyapti, yaxshiroq. Hendes unchalik bugun kayfiyati yo'q Hendesda. Hop. Hop, oldik. Hop. O'nabik. Men bitta urvasin dedim-da, endi bitta gol urvasin dedim-da. Qaranglar. Dang! Zivaratlik endi. Hop. Bak. Mana shu vaqtda olib ketish kerak. Shu tabla tashlash o'ynayapti. Va ba'dan bittasi qilsa, ikkinchisi ba'dan yopishadi. Baqa qilish kerak. Tez yuribdi ekan. Voy, tip yopdi-yu. Hop. Hendes ichiga o't. Hendes. Qo'l bilan so'lyapti. Mayli, full time tugadi. Qiziqarli, zo'r, opichniy gollar urdik, yaxshi. Yana bitta olonda o'ynab chiqamiz. Endi bu sal yaxshiroq, normalniroq o'yin. Boyagisi g'alati bo'lib yotdi. Buni boshqa rang qilib qo'yaylik, o'zim farqlamay qolamiz. Qani bizni ayim hop gol urib qo'yib yashatdim. Olaman deb o'ylamadim-da, men o'zimcha narigisi olib ketsa men ba'dan ololmay qolamanmi deb o'yladim. Kalla yaxshi. Hendesdan epichniy gol uramiz. Gol! Epichniy gol Hendesdan. Hendes janoblardan epichniy gol. Üstüden obutib turib epichniy gol buni qarab turinglar. Hoppa. Varatam hayron, men qayerga qarayapman deb. Bizning o'yinchilar shunaqada uxlatib qo'yadigan darajada. Aldaymiz. Voy. Tripi tropa tralala tufleri şol. Lerela tung sahur boneka. Lerela tung tripi tropa krokodila discombinazione deb aytardi. İtalyanca bir gırtlarda. Tang. Back. Diving save. Yomondan to'sdi. Gol olib qolishini bilibdi. Men o'yinchilarim zo'rligini ham bilibdi. Opa. Qarang, pashlab. Qaranglar. Hop. Hendesga tashlaymiz. Hendes. Hendes kattasan. Oy! Oyoqqa tep yaptı. Oy, yana tepmey. Tep. Hakam sotilgan. Точно hakam sotilgan. Yaramaslar. Hendes oyog'ini yerilabdi. Yaramaz. Endi chaldi-da, endi nima ham qilardik? To'xtattirib. Endi yaxshi edi, 2 kishi travma oldi. Hendesni tuzatish kerak edi. Endi uni Hendesda o'rniga 82 bor ekan. Yo, 60 turimiz bor biz. 60 turimiz legendamiz bor. Voy, bechora Hendes. Yaramaslar. Meni eng legendarniy o'yinchimga ko'z tikibdi-da. Qaramaysanmi? DS bo'lmay. Undan sening gulik ver. Yaxshi. Normal, endi o'rganib qolibdi bular. Datta bir. O'tsa. Bom. Bam. Yugur Ben X5. Vay! Şu oldu.
Voy, uni ham mayli, birinchi taym tugadi. Lekin bizda Hindiz yaralanib qoldi. Mayli, endi hech nima qilmaymiz. Bir reklama o'tkazib yuboramiz. Reklamani ham o'tkazdirib yubordik. Yo'qsa boshlaymiz ikkinchi taym. Ikkinchi taymda 2-0 ketyapti ozchalik. Kalla. Hindizgacha hech qaysi yetolmaydi lekin. DS o'rniga Hindiz bor, lekin DS Hindizdan sal pastroq o'yin. Hop. Lewandowski. Gol! Yaxshi. Qaranglar, hozir bu shunday bitta tepdi. Ishtanga tepib qoldi, keyin bizniki bitta tepdi. Omad keldi. Ha, bola paqirda endi omad kelyapti-da, hali yoshda bola paqir. O'zlaricha aldab tashyapti. Lekin bu aldashlar bizni o'yinchilarga ta'sir qilmaydi. Oy, bak. Ko'ryapsizlarmi, biz o'yinchilarga unjon chudor o'tmaydi. Ishonasizmi? Bosardim. O oldidan chiqib qoldi-da o'yinchimda. Keldim. Aytganchilik o'tgan safargi videoga 82 ta prosmotr qilibdi. Bu yaxshi degani, ammo degan taraf bor-da. Hech kim like bosmagan. Shu like bosmagan. Mana shu videoning tagiga 3 ta, 5 ta qilib qo'yaveraylik, sizlarni qo'llaringlar bemalol keladi. 5 ta like yig'ilsa, mana shuni keyin aytganimdek DLSdagi sirlarni o'rgataman. Qanday aldash, ko'tarish, ashularni o'rgataman sizlarga. Hop, zamina qilyapti. Men umuman zamina qilmadim desam ishonmaylar. Hindisi yeb qoldi-yu. Ashunda zamina qildim. Mayli. Mojak ballaradaga almashtir deyapti. Yo'q, men hali zamina qilishni niyatim yo'q. Shunga yuguramiz. Bos gaziga. DS aldanib qolibdi-yu. Biratda nima bo'lyapti? Hop. Mashina pastlab aldashladi. Deb ko'tar. Ha, bos var. Izdish, o'ldir. Qizil opti. Endi qaysi o'yinchini tushiramiz? Qizil opti. Endi o'ynamasa kerak-da. Endi ana 82 ga tushiramiz. Mayli endi. Endi bitta o'yinchi kam bo'lib yuraveramiz ekan. Time tugadi. Taymda oxirlarida ham bitta gol urib qo'ysak, hech narsa qilmaydi. Mayli shu. Hech nima qilmaydi. Yutdik. Normal. Yaxshi degani bu. Ana endi ko'tardi, o'ndirdi. Hindiz bu yaralandi. Endi bu bitta taym o'yinga tushmay turadi. Hindizni tuzatvoramiz. Hindizni nima qilsam bo'larkan? Unda obunachilar mana shu videoni aytganimdek tagiga obunachilar ko'k o'yinchi ketdi. Mana shu videoni tagiga aytganimdek 5 ta like yig'ib bersalaring, shuni ikkinchi qismini chiqaraman.
Ya'ni aldashlardi, shunaqa chatga unga olishlarni o'rgataman. Shuning uchun mana shu videoda 5 ta like va 100 ta prosmotr yig'ilsa, mana shuni ikkinchi qismini chiqaraman. Yozsam hammaga